Dasturimiz davom etadi. Navoiy Uran davlat korxonasi rahbariyati taklifiga binoan Mo'g'uliston Respublikasining mamlakatimizdagi favqulodda va muxtor elchisi Dadanxu Batbatar viloyatimizga tashrif buyurdi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz. Elchi dastlab korxonaning ishlab chiqarish faoliyati bilan tanishish maqsadida Zafarobod kon boshqarmasi texnologik burg'ulash maydonlari, xususan 2-sonli geotexnologik koni, mahalliy sorpsiya va mahsuldor eritmalarni qayta ishlash uchastkalarida bo'ldi. Navoiy Uran davlat korxonasi bosh direktorining birinchi o'rinbosari bosh muhandis Anvarjon Saparov bu yerdagi jarayon, investitsiya loyihalari, ishlab chiqarish hajmini oshirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida batafsil ma'lumot berdi. Shuningdek, ikki tomonlama hamkorlik masalasini muhokama qilish maqsadida korxona rahbariyati va xorijlik diplomat o'rtasida uchrashuv tashkil qilindi. Muloqot davomida xalqaro hamkorlik doirasida Mo'g'uliston bilan o'zaro manfaatli yo'nalish hisoblangan uran sohasidagi geologiya qidiruv ishlari olib borish va mavjud tayyor uran konlarini birgalikda o'zlashtirishni nazarda tutadigan qo'shimcha loyihalar amalga oshirish imkoniyatlari o'rganildi. Tomonlar yakunda hamkorlikni yanada kengaytirishga kelishib olishdi.